Manmi bu? Ha, kim o'zi? Ha. Mashina orasida yana yursin. Yo'q, oldiroq. Tamam. Qabul. Sen o'qi. Yeter. Onu koyup geçiyor. Tamam. Ha. Kim koysun? Kim o bir? Nasıl? Ha, tahsil edip koysun. Ya. Hayır mı? Git. Koy bir şey. Yazık kulak olaydı. Gel baba. Böyle de yuguruşmak da tamam. Hazır hiç girgen. Sen yukarı. Yok, anı yugur. Come che kim var orada yani? Ya yan zamandan kelib. Layla. Tayyor ko'rsin. Chegaramizdan oldi. Armani bo'ldi? Yaxshi o'tdi. Ha? Yoqishiga da bo'ldi. Ha, yaxshi. Etdim o'qib beraman. O'zingni hop qo'y. Bunisi yaxshi olib kelish kerak. Bo'ldi, biz tayyormiz. So'ngdan boshlaymiz. Choptiring. O'zini holatini beraylik. Doktoringiz doktor olmaydi. O'zini olaveramiz. Doktor turibdi, banani ham yo'q, boshqasi ham yo'q. Ozgina yelkasini emas bo'ldi. Ham bula kerak emas. Buni kerak emas. Kerak emas. Bu prosta men aytayotganimki, hozir buni qanaqacha ulashishimiz ham anaqa yemay qoladi. Cho'zida ketdi. Kadr ko'pdi. Hozir bu otdi, o'sha Sanjar turibdi-da, otdi-da, turibdi. Azamat Murodovich, sizga emas edi desa, o'sha menga o'tadi-yu. Bu qan. Buni flash ma'no qoladi, bu yoqda. Yo'q. Ortaning yo'ladi. Maskara qo'yiladi. Sayyoda общий qo'yilyapti. Ha, bo'ldi. Mashinaga tushuntiradimi? Boyginangizni qilib, boyginasida. Mana shu bola o'shangiz anaqani yoqdim. Bundan turibdi. Buni qo'ylar. Sal o'zingizdan o'ngga, azamat. Ey ko'payib. Ha, bo'ldi. Anu po'chonni olib kelishim, po'chon. Xo'ja qayerda? Turing so'ra Sanjar ketdi. Azamat Karimov. Men sizga otganim. Atoriyes. Boshladik. Oldi basharasidan. Azamat Karimov. Men sizga otganim yo'q. Otlarda men sizga. Azamat Karimov. Get
Sen ma'mulga qarang, to'polon. Yugurish sal anaqa soxtaroq, sekizroq. Qarang. Yugurish soxta. Azamat Karimov, men sizga otganim yo'q. Har bir osh. Oshga o'tirgan. Qo'rda ochilgan degan. Voy, kadar kuspadi. Böyle chetga o'tsa aytishmaydi. Siz o kishi zadachi paydachilarni oring o'zingiz tanlanib anaqa qilib olinadi. Fotoapparat. Ana kelaman. Telegram qilinadi, kompyuterda. Общийni olibda qarab o'tib Bu biza aytganda o'sha improvizatsiyani o'sha kelaverasiz. Tolpaga chaqirgandan keyin o'sha yerdan o'sha o'qma движениеda bular katta bo'lsa, bular biz yurib to'xtab qolib, yurib to'xtab qolib. bular katta bo'lsa, zar boqadida ukimizni yengil qiladi desak, nima qachongacha kuydilar? Qachon tushunmadim, arg'isi voy. Yo kuydirib yuraveradimi? Yo, endi bu qachongacha bu holat davom etadi endi? Men hayronman. Nimaga chaqirishib turibsiz? Biz o'sha bular ganim yo'q mana. Ada? San? Yana nima karomat ko'rsatdilar? Yana nima karomat ko'rsatding? O'zing Sen maqollarda o'zbek xalq maqollarini ishlatib fikrlaringni ravon qilib o'zing amal qilmasdan yuribsan, meni kuydirib. Sen doktor ko'rsatib qoladi, shunaqa. Nima bo'ldi? Mana tushyapmanmi? Yo'q, eshitding. Endi tushyapsiz. Endi tushyapsiz. Batareykasi nimaniki o'tdi? Telefoningizniki. Siz gringga qaramaysiz-ku siz. Kiyimga qaraysiz. Lekin bo'ldi, lekin bu narsa bo'ldi. Şimdi Apple'ın kovatı bo'ladilar. Proces. Mayli ko'rishguncha sen hayotga chiqib ketasan o'girilib. Sen ish bo'yicha ketyapsan. Ammo sen bu yerda uchrashuvga chiqasan. Yetasan, o'sha orqaga o'girasan, chiqib ketasan. Mayli ko'rishguncha. Mayli ko'rishguncha. Bo'ldim shundan keyin hammasi tugadi, boshqa epizod qolmadi. Siz qayerga chiqib qo'yasiz shuni? Hamma ortiqchalar kadrdan chiqamiz, ketdi. Hop.
Ha. Ya hazır etemem, atayım düşsün. Sen ismi abi anayı. Şaşkına yürü, şaşkına. Kızı git. Ne var başladı? Şaşkına. Yavaş, yavaş. Doktor kısa kaldı. Ekip koyuyorsun. Şöyle ekip koyuyorum. Zaman şartlar yapıp bize şamarda yapamazsın. Tamam, moroşin. Babalar hiç çıktı. Tayyor musunuz? Zinadik odam, koçin. Kameraman tur. Yes, Matur. Başladık. Gel oraya sen. John Lira. Doktor. Doktor. Sana nasıl? Papa ne? Voy. Yes, Matur. Başladık. Stop. Ana. Sınavı da qilinglar. To'g'ri vasilib orasiga keyin solmay qolamiz. Tayyormiz? To'rt rol. Azgina küçük yapsın. Sal kiring. Sal kiring. Ayaqa yonga eshik tomonga. Sal chiqing. Suhbat uzoq, ana oraliq uzoq ketdi. Bir-birligiga. Xo'sh, nima? Oldin eshitmasmidingiz? Anaqa. Yo'q, o eshitmasmisiz desa, sen o'sha holatda hech kimdan chiq. Shokir? Chiroq keldimi? Bo'lakan. Eshitdim. 1200 talik yoqishdi-yu. Ya bo'ldi. Davay, o'ynamaylik. Sen tikilib turibsiz. Siz meni Men sizni qo'lingizdan bunaqa ish kelayotgancha Общийni olaveramiz. Общийni olaveramiz. Siz? Yes, Matur. Boshladik. Laylo? Laylo. Sensan? Voy. Laylo, men seni eshityapman. Nima? oldin mani eshitmasmidingiz? Yo'q. Shokir, Qobil. chiroq keldimi? Ernoza. Chiroq keldi. Eshityapman. Yo'q-e? Bir-birini quchoqlab. Sochi o'sib ketdimi? Ey, Sakin. Alimovni olib kelgan itlar qani? Siz? Siz? O'tinmi xos? O'yna yuribmi? Men sizni qo'lingizdan bunaqa ishlar keladi deb hech tasavvur qilmagandim. Yana kamsitishga boshladingmi? Yo'q, uzr. Men uchrashuvdagi gaplarimga Bor, bitta joydagi. Laylo senmisan? Ha, Shokir aka menman. Ha, Shokir akaman. Voy, Voy. Laylo, men seni eshityapman. Laylo, men mana Chiqibdi. Kim prim qilib kamerani yoqdi? Kameraman tur. nariga. Kameraman tur, boshladik. Yes. Ketdi davay. Laylo, senmisan? Shokir aka menman. Men seni eshityapman, Laylo. Nima, oldin eshitmasmidingiz? Oldin eshitmasmidingiz? Yo'q. Shu Shokir, ha? chiroq keldimi? Voy, men seni eshityapman. Ko'ryapsanmi? Ha? Men seni eshityapman. Ernoza aka. Ernoza! Ahmoq qayerdasan? Bor, boshqatdan. Boshladik. Voy, Laylo, senmisan? Laylo, senmisan? Ha, Shokir aka menman. Voy.
Seni eshitolma, Layla. Oldi eshitmasmi desmani? Yo'q. Shokir, ha? Chiroq keldimi? Voy, Urug'sanmi? Ketdi, Elnoza. Tundik. eshitganingni ham ko'rdim. Haliyamizni olib kelgan yigitlar qani? Siz? Sizmi hozir? Men siz qo'lingizdan bunaqa Siz qo'lingizdan bunaqa ishlayotgansiz, hisoblanmagan. yana haqorat. Yo'q. Uzr, men unaqa demoqchi emasman. Uchrashuvdagi gaplarim shunaqa uzr so'rayman. Bu shunchaki maqola edi xolos. Mendan ham aytib o'tgan. Xo'p, tushguncha. Deyman shuncha. Nima? Chiqib ket. Orzuyingni yetaklarsan qansi? Stop. Bo'ldi, yetadi. Sizga ko'p xafa bo'lishim kerak. Bu jang ko'pni olgandi. Krupni olib yurganlar bitiribdi. Qanday qo'ydi? Hozir men jo'natib qo'ydim. Sizlar bilan bemalol ishlaymiz, yo'q? Olamiz-a? Anaqalarni jo'natib yuboraylik, keyin bularni olamiz. Ha, o'sha joyingda tur. Ha, kameraman tur. Men hayron qolaman. Bular katta bo'lsa, yukimizni qo'limizdan oladi deb o'ylaganini shu yerda. Assalomu alaykum. Mayg'ara, nega nima boshlading? Nima boshlading? Sen nima qilibsan? Ha? Maqollarda aytib, o'zing amal qilmasdan nima xohlayapsan sen? Nima qilyapsan uchun? Qara buni. Mana qara buni otasining ahvolini ko'r mana. Qiynalib ketdi bu. Roshan aka mayg'ara. Bir do'paslaymi shu? Bo'ldi. Qisqa joyiga. Boshladik. Dada, ketding ko'rishga. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Hali, yaxshimisan? Ha? Yuribsanmi? O'zbek maqollarini ishlatib, o'zingga amal qilmasdan yevor keldim sendan. Bir do'paslayman. Bir ta'sirini bering. Dada. Uray. Bo'ladi. Stop. Doktorga qo'yinglar. Mana shu urgan. Nima bo'lyapti bu o'zi? Qatida. Nimada bo'lyapti o'zi bu yerda? Stop. Siz menga qarang. Mashqqa qo'yildingizmi? Kamerada siz ko'ramaysiz, yaqin ko'ramaysiz bularga. Yurmang. Shu yerda turib gapiring. Ha, shu yerda turib gapiring. Yurmas ekan. Yurmang, umuman yurmang. Boshladik. Bo'ladi. Nima bo'lyapti o'zi bu yerda? Nimada bo'lyapti o'zi bu yerda? Agarda bu yigitlar bo'lishmaganligida bitta bir yigit nobud bo'lgan bo'lardi. Bularni boqqan sizlarga rahmat, tarbiyalagan sizlarga kattakon rahmat. Bu yashasin. Sizga ham rahmat. Voy, O'g'irlab keting bo'ldi. qo'plashku o'g'lim. Baraka top o'g'lim. Ota, boringga shukur. Ota. Yur. Qani? Shu joyiga turinglar. Ketdi. Bo'ladi. Nima bo'lyapti o'zi bu yerda? Nimalar bo'lyapti o'zi bu yerda? Axir shu yigitlar bo'lmaganda bir norasida go'dak qurbon bo'lardi. Shunda yigitlarni tarbiyalagan sizlarga rahmat. Shifokor burildingiz. Ha? Rixsvoy. Aytdim, o'g'lim meni tegiga olma tushadi deb. Qani? Nahotki, ota. Boringga shukur. Sog'misan? Sizlar seryoznysizlar. Roshan aka, yuring. Onasiga xabar beraylik. Patqillar. Stop. Yana bitta dubl. Tamam, yaxshi. Живой, все нормально. Красиво. Tolpaga. Shularni qildilar deb ota-o'g'il buni sizga gapirgan yo'q. Kameraman tur. Yes, motor. Boshladik. Bo'ladi. Nimalar bo'lyapti o'zi? Axir shu yigitlar bo'lmaganda bir norasida go'dak nobud bo'lardi. Ya, holat kerak degan.
Agarda bu yigitni bo'lishmaganligida bir norozilik norasida yigitimizni nobud bo'lardi. nobud bo'lgan bo'lardi. Shunda farzandlarni Shunday tarbiyalagan. farzandlarni tarbiyalagan sizlarga rahmat. Chiqdingiz, ketdingiz. Aytdimi? Ravshan aka, olmani tega, olma tushadi. Ha, to'g'ri. Молодец. Yurlaring. Qani, ketdik. Ketdilar. Stop. Boshladik. Ha? Bo'ladi? Nimalar bo'lyapti o'zi bu yerda? Agarda bu yigitni bo'lishmaganligida bir norasida bo'ldi, nobud bo'lgan bo'lardi. Shunday yigitlarni tarbiyalagan. Shunday yigitlarni tarbiyalagan sizlarga rahmat. Voy, sizga aytdim-ku. Bu bolalar yaxshi bolalar dedi-ku. Olmani tega olma tushadi. Ey oğlum, aferin. Aferin. To'g'ri. Avatdan. Qani. Yurdik. Yuring. Ya, Fathullah. Tezroq. Yeter. Stop. Bular turib. Bitta o'rnab qaradi. Ya bo'ldi. Nima bo'pti? Yes, Matul. Boshladik. Laylo senmisan? Hamma shu. Voy. Men seni eshityapman. Oldin eshitmasmidingiz? Yo'q. Eshitardim. Kel. Chiroq keldi. Voy, ko'ryapsan? Tabriklayman. Side swaz. Kamera motor. Yes, Matul. Boshladik. Qajda. Ha, qajda. Hey, nima bo'lyapti bu yerda? Nimalar bo'lyapti o'zi bu yerda? Agarda bu yigitlar bizga katta yordam berib, shu bola mashina urib ketganda olib kelishmagan bo'lishganligida, u bola nobud bo'lgan bo'lardi. Bitta oila barbod bo'lib ketgan bo'lar. Shuning uchun sizlarni mana shu bolalarni tarbiyalaganingiz uchun, mana shu farzandlarni tarbiyalaganingiz uchun sizga juda ham katta yordam bersiz. Rahmat kattakon sizlarga. Stop. Kamera motor. Boshladik. Tolib aka ketdi. Bular agarchi katta o'sha bizni yukimizni qo'limizdan oladi deb tushunmaydi. Ayarlaring. Assalomu alaykum. Nima boshlading yana? Ha? Yaqinroq borganingiz. O'zbek maqollarining Yo'q, sizlar emas. Furqat. Ha? Nima bo'lyapti? Sizlar svetga chiqib ketib qoldinglar. Ha? Svetga chiqib ketib qoldinglar. Men o'sha ikki joyda turibman. Yo'q, chiqib ketdingiz. Kamera yes, Matul. Boshladik. Vohidovning otasimisiz? Vohidovning otasimisiz? Ha. O'g'limning ahvoli qanaqa? Xavf ortda qoldi. Agar o'g'lingizni vaqtida yetkazib olib kelishmaganligida, bizning qo'limizdan hech narsa kelmagan bo'lardi. Haydovchilar o'zi olib keldimi? Yo'q, haydovchi urib qochib ketibdi. Mana bu yigitlar olib ketishdi. Bolaga sekin qarang. Oldiga boring, sekin yuring. Qara Laylo sana. Yigitlar Sizlarga ko'pdan rahmat. Sizlarni tarbiya qilgan, joyga yetkazgan ota-onalarga katta rahmat. Sizlarga menga jarohatchiligimni qanday isbot qilishni bilmayman. Chiqsa biz qo'ldan kelgancha yordam qildik. Rahmat sizlarga. Vohidov otasi bu yoqqa qarab oling. Kirib ketdi doktorxonasiga. Bu yoqqa qarab oling. Tayyormisizlar? Hey! Mohira! Senada odam turgan. Hech narsa qilmaydi.
Tamam. Ana hayron. O'shaning uchun